650 million traktorimizni yangi yilgacha 500 million qilib qo'ydik. Hech qanaqa aybi yo'q, ishlamagan yangi traktor. Ko'pchilik nega arzon? Arzon qilsak ham yomonmi? Yangi yilgacha aksiya, bizdan sizlarga sovg'a, traktorimizning narxi 500 million so'm, yana ham kelishib qilib beramiz. Faqat naqd pulga emas, lizingga pul ko'chirishga ham beramiz. Traktorimizni xarakteristiga keladigan bo'lsak, Vichay motor bilan jihozlangan injektorda oldidagi toshlarga aniqlab berib qo'yilgan. 10 kilodan 60 kilodan 10 dona tosh. 600 kilo oldida tosh. Ichki bardovoy oldi berdi qismlari ham. Motor qismlarini bu tomondan ko'rsak, turbo kompressorlari bor. 186 kuchga ega traktorimiz. Transmissiyasi mexanika korobka bilan jihozlangan. Orqalariga keladigan bo'lsak, 45 kilodan 3 dona toshimiz. Ko'rishingiz mumkin. Unlop plugimizni ilib qo'yganmiz traktorimizga, to'rt korpusli. Bemalol torta oladi. Lemkin bo'lsin, akpil bo'lsin, boshqa plug bo'lsin, hammasini bemalol torta oladi. Bundan tashqari lazerga, boshqa ishlarga ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Traktorimizning narxi 500 million so'm aytganimdek. Kelinglar, endi salon qismini bir ko'rsatib o'tamiz. Ha, aytgancha. Buni eng qulaylik tarafi transmissiya va gidrobachok moyi ikkita alohida quyish qismiga ega, ya'ni alohida bo'ladi. Transmissiya bilan gidrosistemaning moylari. Salon qismiga keladigan bo'lsak, 4 talik mexanika korobkaga ega akalar. Bundan tashqari qo'shimcha skoroslari ham bor, ya'ni oldiga 12 ta, orqaga 12 ta, jami 24 ta skorosi bo'ladi akalar. Traktorimiz mexanika korobkamiz sitlari ham ancha yengil. Tepalarimizda konditsioner, magnitofon, hamma shopir uchun yaratilgan qulayliklarimiz mavjud. Endi pastdan bitta videoga olib turing, traktorimizni zavat qilib ko'rsatamiz, orqadagi pluglarni aylantirib, yurg'izib. Hozir bir daqiqa akkumulyator qo'shilmagan ekan, ko'pchilik chiqingizga. Mana hozir akalar, eng sekin skorsida, skors almashtirish uchun mana M. Misol uchun bu dalada yer haydash uchun berilgan skorslari. Mana shu M mi ikkinchi skorslari mana misol uchun. Transmissiya qismini xarakteristikasini tushuntirib beryapman. Hozir traktorimiz orqadagi pluglarni ham aylantirib ko'rsatamiz. Bundan tashqari traktorimizda yo'lda yurish uchun skorslarimiz mavjud, ya'ni H. Hashdan anchagina tez yuradi traktorimiz. Kelinglar, endi orqadagi pluglarni aylantirib, tushirib, ko'tarib ko'rsatamiz. Ko'rib turgan plugilar ulli, bundan ham sotuvda mavjud. Traktor ikkalasini komplekt oladiganlar uchun akalar 670 million qilib beramiz. Komplekt olganlar uchun, alohida olganlar uchun ham yana ham kelishtirib yo'lda qilib bera olamiz akalar. Traktorimizni yurg'izib ko'rsatamiz. Zadniga yurish qismini ko'pchilik zadniga qanaqa tezlikda yuradi deydi. Zadniga ham yaxshi tezlikda yuradi. Bu birinchi skorsini o'zi edi. Ikkinchi skorsini qo'shgan bu traktorda. Ko'tarib turishlari plugga. Bemalol shu plugimiz, nafaqat bu plug, to'rt korpusli akpil lemki pluglarni indamay ishlata oladi bu traktorimiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda ko'rsatilgan nomerga bemalol telefon qilasizlar akalar. Yana ham kelishtirib qilib beramiz. Traktorimiz obzorini ko'rib bo'ldinglar akalar. Endi lizingga olish shartlarini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, boshlang'ich to'lov 10% qilsanglar, har oylikga har 3 oyda bir. Boshlang'ich to'lov 25% qilsanglar akalar, har 6 oyda bir qilib beramiz to'lovini.
Traktorimizni to'g'ri xarakteristikasini ko'rdinglar. Balon razmerlari 18 ga 38, oldiniki 14.9-26 razmerlarda, ya'ni nobodagi paxta orasiga ishlatsalar ham bo'ladi. Aytganimdek, traktor bilan pulga oladiganlarga 670 million qilib beramiz, yana ham kelishib qilib beramiz. Lizing asosida ham ishlaymiz, naqd pulga ham ishlasak bo'ladi. Orqa naveska qismlari ham ikkita silinderdan qilib juda baquvvat qilib ishlangan. Traktorimizni to'liq ma'lumotini olish uchun pastda ko'rsatilgan nomerga telefon qilasizlar. Bog'lanib, bemalol 1 yildan 5 yilgacha lizing asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'rganingiz uchun rahmat. O'rtoqlarga tez tashlab qo'yib, video kommentariyasiga o'z fikrlaringizni bildirib ketasizlar.